Sodiqon kete hozircha kim jonon, kim yaxshi, kim shopoq farq qilmaydigan gapmi? Nurg'un qizlar mana dadin tugib ketdi g'ayrim qanda. Hozircha ash ishlar bilan aldayotgan gapmi? Meslek farq qilishni uyutib qo'y. Endi qanday fuqsiz bu ishlarni deyishinglar mumkin. Tilab ketmanglar, ayni vaqtda biz mana yashab baqqan, anchuncha xato ish qilib baqqan endi. Bishimizdan o'tgan ko'rgan ishlarni deb beray, farq qilinglar, qizlar o'maqlar uchun. Birinchi, undar qitishlar, qitishgandan keyin chiroyli paralsizlar. Qip rasmni avatib bir-birimizni maqtaydigan bir xonja bor. Vani xavshayat, vani siz ajab chiroyli ekansiz deydi arliqda. Shuning bilan siz ajab ishingan ekansiz, degan gapni qitib qo'ydi. Bu normal deb o'ylab turing. Shuning bilan tuyuqsiz paranglashiblar. Pachiqingiz peski, pachiqingiz nima aytib desa, shapaqqa mavu. Mandaqqa tavzning ishib qolgan yerga, sesib qolganga eriq tikka mavu deb o'ylasangiz da bo'ladi. Buningda ishkilnish yo'q. Ikkinchi xil qanday bo'ldi desanglar, paranglashlar bir oy, 2 oy yomon chiroyli qo'chlar, rasmiy ilqi muhabbet demaysan, lekin ilqi bir chiqishib ketding muhabbatlardek bo'lib ketsa paranglashib. Tuyuqsiz bir kuni atomdeklar bu do'stlar chambarga boshqa qizlar yoki boshqa qizlarni chiqarib qo'ydi. Uchrab baqqanma, chiqarib qo'ydi. So'raysa, kim o bu? Andamanda degan vaqtingizda yonmaydi. Tumurkalla, singlimdi, cho'ng opamning qo'shnisining qizdi, Mesela tugab ketgan bir tuqqunimti deydiganlarmi bor ekan. Bunday gaplarga mismo'liq ishonmanglar. Bu purab ketganlari bo'ldi bu, sesib ketgani, tufa bo'lib ketganlari uchun. Uchinchi xili dashti. Paranglisilar, yomon usul bu bola tuyuqsiz bir kuni bishig'i buningki otdek g'amdin bir bish bo'ldi buningki. 200 ko'ylak olib ketadigan, 50 ko'ylak kamlab qolgan, ya bu 20 ko'ylak kamlab qolgan bir ishlar paydo bo'lib qoldi buningki. Purab ketdi. Purab ketdi. Ishonmanglar bundan gapga. Siz emas, ni qizlardan so'rg'ini bu. Miyada endi nurg'ullarimiz chiroyli bolalar, mushtamda yasangan bolalar, mentek bolalar, mushta joning kildi xatoyi, yasadigan ketay. O'shunda bolalar veshiset kildiga juma. Men evetga rasmdan ko'rdim. Nimunda set bir-biringdan. Ya bir chiroyli bo'lsa, bir tishi chiqib o'ynab ketgan bo'lsang, bo'pti, mana chiroy voqea desek, shakliga boqmay, bu inkasrang islam fuchag'alarni yo'llab qo'yib qo'yinglar. Men bunday ish yo'llagan deb. Endi ham bir xili bu veshisi. Bayramlarda bu ishlar vaqtida qizlarga endi ne so'q qilamiz-ku? Hech nima so'q qilmaydi. Bo'libmi, men qan to'liqlaydigan men bijnemini so'ni qilmagan bo'lsa bo'ldi. Ashtakka deb o'ylagan. Mishta do'da bonja qitma. Yuraklarni berib tartib qo'yinglar bolalar. Men 2 kundan keyin bizniki naqsh musobaqasida biz tartib o'rlashtirib oldik. Mush 2 kundan keyin men chiqarib qo'ymay bu suchada bir qo'llab qo'ygan bo'lsanglar. Xo'sh.